Assalomu alaykum, hurmatli Pavloniya ishqibozlari, hurmatli Pavloniya muxlislari. 2025-yil 17-aprel sanasida mana pavlonlarimiz xudo xolasa sotuvga tayyor. Sotganlarimiz ham bor, juda ko'p. Bu teplisini ham ko'rsataman hozir. Bu ham tayyor bo'lib qoldi. Bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Narxi juda ham qimmat emas. Narxi kelishgan holda, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Mana tayyorlari ham bor. Mana bir hafta bo'ldi quyoshga toblaganimizga juda baland bo'lib o'sgan bular. Sizlar bilan Jizzax viloyati Sanjar 94lik 576 80 50. Mana pavlonlar endi mana gullar to'kilishni boshladi mana. 2 yillik pavlonlar mana. Sog' bo'ylar, charchamanglar. Sizlar bilan Jizzax viloyati Sanjar 94lik 576 80 50. Nihollarni keltirib beramiz. Dastlabkasi ichida qilib beramiz, xudo xolasa. Mana bular ham tayyor bo'lib qoldi. Aloqa chiqishlari mumkin. Sog' bo'ylar, charchamanglar. Вообще juda ajoyib bo'lgan. Stakanlari ham 10lik. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, katta 10 sm, 12 sm xudo xolasa qilib beramiz. Mana bularda o'zimizdan sotilgandan qolgani mana maydalari bor mana. Ko'ringlar, ishonmasanglar mana. Mana. Shu qatori bilinib qoldi mana. Dalada ham bor, xudo xolasa uni ham ko'rsatamiz hali. Mana shu Pavloniyadan mana shu darajaga yetgan, xudo xolasa. Mana hammasi teng baquvvat. Ko'rishlari mumkin, ko'tartirib ham ko'rsatish mumkin. Mana juda ajoyib bo'lgan. O'sha mana barglari to'kilib bo'ldi buni. Manzaraga ham juda zo'r narsa olganlar odamlarga dastlabki qilib beramiz. Kim nechta olishdan qat'iy nazar. Mana ko'chatlarimiz bu yoqqa vohliroq chiqqan, balandroq bular. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Sizlar bilan Jizzax viloyati Sanjar 94lik 576 80 50.